yo'lda bo'linglar. Mustaqim bo'linglar. Bilinglarki, sizlardan birortangizning amali uni najotga erishtirmaydi. Sizning amalingiz ham ya Rasululloh deganda, ha meni ham amalim. Faqat Alloh meni rahmati bilan o'rab olganda. Demak, boyagi talib ilm yigitni ilm maydonida katta yutuqqa erishi, katta daromadga erishishligi ikkita narsa sababli bo'ldi. Bittasi amakisining unga qilgan xayr-ehsoni, ikkinchisi o'zining mehnati. Endi siz bilan bizga Alloh taolaning fazli marhamati bo'ladi, bu bitta kalit. Undan burun siz bilan biz mustaqim bo'lgan bo'lishimiz kerak. Mana hozir esli bo'lib o'tiribmiz hammamiz, ha? Majlislarimizga domlalar keladi, majlislarimizga bir imomlar keladi, hurmatli odamlar keladi, odobli, esli bo'lib o'tiramiz. Endi hali domla chiqib ketgandan keyin endi boshqacha bo'lyapmizmi? Demak, mustaqim emasmiz. Bora shunaqa kasalimiz.